Bugun yana ozgina psixologiya haqida gaplashamiz. Ana shu psixogenetikadan ilm olib boshlaganimdan keyin albatta mani fikrlarim o'zgardi yashashga. Endi nima desam, psixogenetikada ilm olganingizdan keyin yon atrofingizdagi sizni bezovta qiladigan o'z tashvishlari bilan mana yaqinlaringiz, tanishlaringiz sizga murojaat qilmay qo'yadi. Bu degani mana o'zing o'zgarsang olam o'zgaradi degan gap bor. Ana shu uchun psixogenetikadan ilm olishga harakat qilinglar. Ilm olib mana shu psixogenetikadan juda ko'p narsalarni tushundim. Alloh va men deb birga, faqat Alloh bilan birga yashaysiz. Siz faqat Alloh bilan birga bo'lasiz. Qalban, fikran birga bo'lasiz. To'g'ri, o'ranib, hijobga kirib olmaganman. To'g'ri, sizlar o'ylashlaringiz mumkin, faqat Allohga yaqin bo'lgan odamlar hijobga kirib, o'ranib, faqat shu toat ibodatda yurganlargina Allohga yaqin deb. Yo'q. Biz hammamiz Allohga yaqinmiz. Chunki sababi Alloh bizni sevib, mukammal va suyukli qilib yaratdimi. Biz hammamiz qalban Allohga yaqin bo'lib, Alloh bilan birga yashashga haqqimiz bor. Shuning uchun ilm olinglar. Mana men Bahor G'olamjonovadan 2 yildan beri ilm olib, juda ko'p narsalarni tushunib yetdim. Mana kibr haqida juda zo'r tushunchalar oldim. O'tgan hafta juma kuni bizga hadiya sifatida kibr haqida Bahor G'olamjonova dars berdilar. Hadiya juda zo'r tushuncha. Kibr deganda faqat nima desam, puli ko'p odamlar kibrli bo'ladi emas. Kibr deganda juda ham ko'p tushunchalar bor. Kibr deganda birinchi bo'lib kechirim so'rash. Kibr deganda nima desam, o'zingiz ichingizdan kibringizni sindirish, bu kibrni sindirishga kiradi. Shu uchun hammalar harakat qilinglar, ilm olishga, ilmni o'zlaringizda qo'llashga harakat qilinglar. Yaxshi ko'raman sizlarni.